to'ygacha 10 ta tadbirimiz bor, to'ydan keyin 10 ta tadbirimiz bor. O'rtacha ish haqi oylik oladigan insonlar uchun ixcham to'y necha pullik bu? Mahalla kuy nima deydi degan tashvish bo'lmasa, men ixcham to'y qilaman deyapti. Uchinchisi aytayaptiki, ayollarimiz bizni majbur qilyapti deydi. Birinchisi jarimani oshirish, ikkinchisi tadbirlarning sonini qisqartirish. To'y va marosimlarga taxminan 12 milliard AQSh dollari sarflangan. Men bitta narsani xohlayman, 100 yildan keyin ham bizni bolalarimiz shu gapni aytmasin. Dekabrda to'y qilmoqchi bo'lganlarga biz ta'sir qilamiz. To'yni o'rtasida mikrofonni olib qo'yib, to'yni to'xtatish bu bizda yo'q. Assalomu alaykum. To'y mavzusi yana kun tartibiga chiqmoqda. Kuni kecha Ma'naviyat va ma'rifat markazi, mahallalar uyushmasi, xotin-qizlar qo'mitasi, nuroniy jamg'armasi, O'zbekiston musulmonlar idorasi birgalikda maromiylik degan bir katta loyihaga start berilganini va bu 90 kun davom etishini e'lon qilishdi. Bu tadbirlar ichida bizni orig'imiz bo'lgan, ana shu bizni ko'p yillardan beri aytib kelayotgan to'ylar mavzusi va to'y va marosimlarni tartibga solish, ixchamlashtirish haqida ham targ'ibotlar bo'lishi aytilgan. Biz bundan 100 yil avval ham va hozir ham mana shu to'ylar va dabdabali marosimlarga qarshi kurashib, uning og'riqlari haqida gapirib kelganmiz. Xo'sh, mana shu 90 kunlik targ'ibot tadbirlari biz o'ylagan, mana shu dastur egalari o'ylagan maqsadlarga qanchalik erishtira oladi? O'zi umuman targ'ibot bilan to'ylarni, marosimlarni tartibga solish mumkinmi? Shu haqda Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Otabek aka Hasanov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otabek aka, mana shu suhbatga tayyorgarlik ko'rish vaqtida o'zbek tilini izohli lug'atini varaqlab, maromiylik degan so'zni qidirdim, lekin topolmadim. Endi o'zagidan ko'rinib turibdiki, me'yorga keltirishgan bir ma'no yuklangan bo'lsa kerak. Umuman mana shu idoralar bilan sizlar bu so'zga nima ma'no yuklagansizlar? Buni ortida nimani ko'zlayapsizlar? Shu haqida suhbatimizni shundan boshlasak. Assalomu alaykum. Men bu qayerdan keldi umuman? Bilasizki, Vazirlar Mahkamasining yaqinda qarori chiqdi. Ya'ni shu qarorda 589-sonli qarori 2025-16-sentyabrda va u qarorida o'sha to'ylarni isrofgarchilik, umuman dabdabani o'tkazishi oldini olish va bu qaror ko'proq Oliy Majlis palatalar, ya'ni Senatning va Qonunchilik palatasining palatalarining qo'shma qarorini asos keltirgan. U yerda nizom tasdiqlangan, nizomda to'ylarni qanday ixchamlashtirish, necha kishini o'tkazish, qanday tartibga amalga oshirish va unda yana bir topshiriq doimiy targ'ibot ishlarini olib borish. Va biz buni loyiha darajasida o'sha 5 ta tashkilot, ko'proq bu yerda bilsangiz 4 tasi nodavlat notijorat tashkilot, ya'ni mahallalar uyushmasi, musulmonlar idorasi,